Kompaniya Cherry Jetour Southeast'ga stendiga kelib qoldim. Sal batafsil podrobniyroq olaman sizga. Jetour T2 mana shunaqa brutalniy ala Gelenwagen desa bo'ladimi? Gelenwagenga o'xshab ketadi, такой brutalniy, грубый. Jetour T2. Bular hammasi bitta konsern, bitta kompaniya, o'shaning uchun bitta stendda представленda. Mana bu sal kichkinaroq Jetour T1 ukasi, T2 ning ukasi. Sal yaqinroq. Hamma rakurslardan ko'rsatishga harakat qilaman. Bu уже boshqa brend, Southeast. Southeast S09 DM. Aka, assalomu alaykum. Shu yerdamisiz? DM nima degani? Gibridni. Gibrid hammasi ADM bo'lsa kerak. ADM? ADM. ADM nima degani? Kompaniya ekan. Bu ADM Jizzax zavodini aytyapsizmi? Yo'q. Bilmayman nima degani, lekin bizda mana ham ikkitasi. Men qarayotganim. T2 bilan T1. Masalan T2 haqida sal ma'lumot bera olasizmi? Bu ham IDM gibrid, a? Xo'p, давайте sal batafsil podrobno qilaylik, iloji bo'lsa. Motor 1.5 turbina, zapasni qo'l 1200 teka. Hop. Bizda ham juda ko'p ma'lumotga ega emasmiz, chunki bu yangi kirib kelgan ma'lumot, xarakteristikasi juda ko'p ma'lumotga ega emasman lekin. Faqat shu narsani bilaman. Yana bir marta повторить qiling. Shunday gapirsam bo'laveradi-ku. Aytganimdek, bu yangi kirib kelgan modelimiz, T2 modelimiz. Polni привид 4 ta ballonni tortadi. 1.5 turbina bilan jihozlangan gibrid mashinamiz. Zapasni qoti 1200 ta deb aytildi bizga. Xarakteristikasi zapas qot 1200 deb aytilindi. Biz ham to'liq ma'lumotga ega emasmiz hali. Yangi kirib kelgan mashina xarakteristikasini endi o'rganyapmiz. T1 mashinamiz ham bizga qarashli Jetourda yangilik. Da. T2 ni qarang. Oldin birinchi paysasi bo'lardi. U birinchi paysaning o'rniga hozir T2, T1 mana shu gibrid varianti kelyapti. Bu ham bir xil motor, ikkalasi bir xil, 1.5 turbina gibrid 1200 zapas xod. Hop. Gibrid rejimda qancha benzin yeydi? Gibrid benzin unisiga to'liq ma'lumotga ega emasman hali. Hop. Bular o'sha продажада bormi? Продажада noyabrda, bunisi dekabrda, bunisi noyabrdan keladi. Xudo xolasa. Aniq ma'lum o'zingiz yo'q. Primerni buni narxi 512 million 200 fulli. Rasrochka hamma narsasi bo'ladi. 512 milliondan yo plus yo minus bo'ladi. Plus minus deb yog'i. O'shanga yaqin narx bo'ladi deyilgan. Bu 442 ga plus minus bo'lishi mumkin. Yana to'shna bilmayman. Endi bu yog'ini bizga tepadagi xo'jayinlar narx qo'yib belgilab berishadi. O'shanga qarab aytamiz. Avtosalonimizning manzili Jetour Sergeli Turbolayndada. Mashina bozori oldi tarafi, uzr. Mashina bozori oldi tarafi Ahmad Jo'jalarning qatoridan kelganinglarda ko'rinadi. Ma'lumot bera olasiz. Yana misol uchun mashinamizda panorama lyuk, 540 kamera, голосовое управление, сиденье, обдув, обогрев, электронный руль. Yana nima adaptivniy kontrol, cruise control hamma narsasi bo'ladi. Garantiya 6 yil bo'lishi kerak, chunki T2mizga 6 yil edi. 6 yil 200 ming probeg. Bularda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bular hammasi cheraga qarashli, to'g'rimi? Yo'q. Adashasiz. Cheraga qarashli emas.
Cherry Group deyiladi u. Cherry Group. Da. Endi Cherryga qarashli emas. Cherry O'zbekistonda yig'iladi. Ya umuman dunyo bo'yicha. Yo'q. Cherry Group kiradi bu. Cherry Group, Chitur, Swiss, Cherry bitta oila, lekin bir-biriga qarashli deyilmaydi. Oila. Bitta oila, misol uchun aka-uka deydi, bilakak tushunasizmi? O'shani hisobiga bizani mashina haqiqiy inomarka deb ayta olmayman, chunki o'zbekistonliklarning qo'li tegmaydi. Ya'ni Cherry Tayyor yig'ilgan keladi. tayyor yig'ilgan keladi. Cherry O'zbekistonda yig'iladi baribir. To'g'ri. BYD, BYD yig'iladi, Kia yig'iladi O'zbekistonda. Jitur O'zbekistonda yig'ilmaydi. Primoy inomarka bizani mashina. O'z haydab ko'rganmiz qanaqa? Da, o'zim haydab ko'rganman. Ashuni endi qarang. Imенно T2 ni yaqinda to'y ketayotganda haydaganimizda 140, 150, 180 tezlikda ham обучениеga shunda chiqib ketganimizda 4x4 fullini hech qanaqa o'zgarish sezmayapti. Chosmi yo'limizda ketyapmiz, mashina chiqib qolyapti-da. O'ngga olyapmiz, обучениеga shuni chiqib shuni ketayotgan joyda mashina qo'zg'almaydi, xuddi tekis yo'lda ketayotganda ketyapti. Shtobi mashina o'zini yo'q, avtopilot emas. Qarang, ketyapsiz, misol uchun yo'lingizdan mashina chiqib qoldi, chekkaga olishga to'g'ri kelib qoldi-da, tushunasizmi? O'sha обучение chekkaga chiqib ketdi yo'ldan. Bitta baloningiz yo'ldan chiqyapti-da, tushunasizmi? Trassada ketayotgan joyingizda. Mashina xuddi tekis yo'lda ketayotganda ketyapti. O'zini o'zi shunaqa to'g'rilab qo'yapti. Shoxada voy sezmaydi shu. Ha, o'zini o'zi shunaqa to'g'rilab oldi. Endi ashuna misol uchun buni ichida o'tirganingizdan keyin o'sha mana kichkina mashinalar ash o'yinchoqqa o'xshab ko'rinadi-da. Ichiga bitta o'tirib ko'rib yo'lda yursangiz seziladi bu. Sizga katta urib beradigan mashina. Rahmat sizga. Tashkanda